110 milliardlik soliq va jarimalarni aniqlab bergan Express audit. Jumladan, birgina korxonada kelib chiqqan 97 milliardlik risk, vaqtida bartaraf etilgan jarimalar va xotirjamlikka erishgan tadbirkorlar. Bugun UTax Digest'ida. Assalomu alaykum. UTax soliq maslahatchilari tashkiloti tomonidan sentyabr oyida bir nechta turli yo'nalishdagi korxonalarda Express audit o'tkazildi. Audit jarayonida korxonalarning davlat soliq organlariga topshirilgan hisobotlari va buxgalteriya ma'lumotlari chuqur tahlil qilindi. Natijada 10 ga yaqin korxonada umumiy qiymati 110 milliarddan oshiq soliq risklari borligi aniqlangan. E'tiborli tomoni, kutilmaganda birgina korxonaning o'zidan hisobotlarning noto'g'ri to'ldirilishi natijasida 97 milliardlik risk kelib chiqqan. Bu risklarni UTax emas, soliq organi aniqlaganda korxonaning moliyaviy holati qay holga tushib qolishi mumkin edi. Yaxshi tomoni, UTax tomonidan bu risklarni o'z vaqtida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Aynan shuning uchun ham UTax kompaniyasi soliq tekshiruvida kelib chiqishi mumkin bo'lgan risklarni oldindan aniqlab, ularni bartaraf etishga ko'maklashib, soliq to'lovchilarga juda katta xotirjamlik olib kelayotganiga yana bir isbot. Bu haqda kompaniya rahbari Murod Muhammadjonov batafsil ma'lumot beradi. Kelib bir narsadan boshlaymiz. 97 milliard eshitish oson bo'lishi mumkin, lekin u juda ham bir qo'rqinchli summa aslida. Qayerdan kelib chiqdi deydigan bo'lsak, juda ko'pchilik tadbirkorlarni ogohlantirayotgan riskimizdan kelib chiqdi. Qaysi risk? Avtokameral. Avtokameraldagi formula xato ketgan, balki xato emasdir. Boshqalar uchun o'rinli bo'lgan formula bu korxona uchun noo'rin bo'lib qolgan va avtokameraldagi kamchilikni to'g'rilayman deb turib, perrashot topshirilgan, qayta hisob-kitob. Buni natijasida haqiqatda mavjud bo'lgan tannarxdagi xarajatlar boshqa xarajatlar tarkibiga o'zgartirilgan, foyda solig'i o'zgarib ketgan. Buxgalteriyani qarasak, faktik u yerda tannarxga taalluqli xarajatlar bor. Hisobotda tannarxga oid xarajatlar yo'qqa aylanib qolgan. Qarabsizki, foyda solig'i bazasi o'zgarib ketadi, uni natijasida yashirish paydo bo'ladi. Misol uchun birgina korxonani o'sha aytayotgan joyimizda 2 yilini o'zida avtokameral qilganimizda 1 yilda 60 milliard, ikkinchi yilda 100 milliardga yaqin aynan tannarxga oid ma'lumotlar o'zgartirilgan. Bu avtomatik foyda solig'i 15% va jarima ertaga 20% jarimani qo'llaydigan bo'lsa, o'shalarning oqibatida 97 milliarddan ortiq summa shakllanib qolgan. Yaxshiki buni vaqtida aniqladik va hozirda tuzatishga kiritilyapti. Xudo xolasa bu narsada ortiqcha salbiy xarajatlarsiz chiqib ketamiz degan umiddamiz. Alohida bir kichkinagina tavsiya ham etib qo'yishimiz mumkin tadbirkorlarimizga, aynan hisobotlaringizga hushyor bo'linglar va uni buxgalteriya bilan hisobotlaringlarni doim solishtirib boringlar va agar avtokameral formulasi xato bo'ladigan bo'lsa, avtokameraldagi kamchilikni to'g'rilayman deb hisobotinglarni xato topshirib o'tirmanglar. Tekshiruv paytida bu juda ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. UTax sentyabr oyida o'z mijozlariga qator amaliy yordam ko'rsatdi. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan avtokameral tahlil natijalari bo'yicha korxonalarga xabarnomalar yuborildi. Ushbu xabarlarga asosan javob xatlari va asoslantiruvchi hujjatlar soliq organlariga taqdim etildi. Bu orqali xabarnomalarda ko'rsatilgan 2 milliardga yaqin soliq risklari bartaraf etildi. Soliq organi tomonidan shaxsiy kabinet orqali yuborilgan xabarnomalarga esa o'z vaqtida javob qaytarildi. Ushbu risklarning kelib chiqish sabablari haqida abonentlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Dilmurod Usmonov batafsil ma'lumot beradi. Sentyabr oyi davomida UTax xodimlari tomonidan doimiy mijozlar bilan ishlash o'rganilganda, ularning shaxsiy kabineti orqali 20 dan oshiq xabarnomalar kelgan. Asosan kelgan xabarnomalarning maqsadi avtokameral natijasida aniqlangan holatlar bo'yicha kelgan. Ushbu avtokameral bo'yicha aniqlangan holatlar yuzasidan chuqur tahlil qilinib, UTax xodimlari o'rganib chiqilganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan bosh hisobchi bilan birgalikda kerakli bo'lgan hujjatlarni to'plab soliq organiga avtokameral natijasida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun xatlar yuborilgan. Ushbu xatlarga asosan soliq organi tomonidan avtokameralar bartaraf etilib, jami 2 milliarddan oshiq soliq risklari bartaraf etildi. UTax tomonidan sentyabr oyida 10 dan ortiq korxonada soliq auditi o'tkazildi. Ushbu korxonalarning 4tasida jami 44 milliard so'mga yaqin risk holatlari aniqlangan.
Agar bu xato va risklar vaqtida bartaraf etilmaganida korxonalar oldida bir qancha katta muammolar tug'ilishi mumkin edi. Utax jamoasi hozirda bir nechta korxona bilan bog'liq nizoli masalalarni ham sud jarayonida o'rganmoqda. Har bir ishda shartnomalar va hisob-kitob hujjatlari tahlil etilib, tegishli tartibda murojaatlar rasmiylashtirilmoqda. Tadbirkorlik subyektlarining rahbarlariga nisbatan jinoyat ish qo'zg'atilganda korxonaga nisbatan moliyaviy taftish ishlari tashlanadi. Ya'ni bu moliyaviy taftishda soliq organi tomonidan soliq auditi tekshiruvlari o'tkaziladi. Ushbu soliq auditi tekshiruv natijalari bo'yicha tekshiruvchilar tomonidan tekshirish natijalari bo'yicha dalolatnoma yoziladi va ushbu dalolatnomada tekshirish jarayonida aniqlangan qo'shimcha hisoblangan soliqlar, moliyaviy jarimalar va turli xil sanksiyalar yoziladi. Vaholanki tergov jarayonida ushbu dalolatnomada ko'rsatilgan summa tergovchi uchun asos bo'ladi va ushbu jarimalarni to'lashni tadbirkordan talab qiladi. Advokatlar esa o'z navbatida tadbirkorlarni himoya qilayotganda aksariyat hollarda summaga e'tibor qilmasdan faqat jinoyat protsessual normalariga harakat qiladida summani kamaytirish holatlari chetida qolib ketadi. Ma'lumki, soliq maslahat to'g'risidagi qonunda soliq maslahatchilari tekshirish jarayonida korxonani himoya qilishi, ishtirok etishi mumkin. Undan tashqari tekshirish tugagandan keyin soliq organi tomonidan tuziladigan tekshirish dalolatnomasidagi summalarni to'g'ri hisoblanganligi yoki noto'g'ri hisoblanganida o'zini hisobotlarini, xulosalarini berish huquqlari bor. Undan tashqari soliq maslahatchilari aynan mana shu jinoyat ishi doirasida sud jarayonlarida ham qatnashish vakolati soliq maslahat to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Shuni mamnuniyat bilan aytamanki, Utax jamoasi 14 yil davomida tadbirkorlarni jinoiy ish doirasida ularning manfaatlarini himoya qilib, sudlarda ishtirok etib kelyapti va o'sha yerda qo'llanilgan jarimalarni xolisona baho berib, u yerda adolatli qaror chiqarishda va summalarni kamaytirishda o'zini hissasini qo'shib kelyapti. Hurmatli tadbirkorlar, shuni esdan chiqarmangki, jinoyat ishi doirasida advokatlar bilan ish boshlaganda soliq maslahatchilari ham taklif qilishingizni so'rab qolamiz. Chunki soliq maslahatchilari sizga tekshirish dalolatnomasida ko'rsatilgan summalarga xolisona baho berishga katta yordam ko'rsatadi. Va shu orqali siz adolatli qaror chiqarishga va sizga nisbatan asossiz qo'nalgan summalarni kamaytirishga erishasiz. Utax soliq maslahatchilari tashkilotining asosiy maqsadi tadbirkorlar manfaatini qonuniy tartibda himoya qilish, asossiz hisoblangan jarimalarni bartaraf etish va soliq masalasida huquqiy maslahat berish. Utax bu yo'nalishda tadbirkorlarga yordam berishga hamisha tayyor. Axir Utax soliqdan xotirjam hudud.